Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun o'zimizni bog'damiz. Bu yerda asosan oq kelin bormoq, Husayni navli uzumlarimiz bo'ladigan bo'lsa, yangi navlarga payvand qilib ko'paytirib boryapmiz. Shu payvand qilgan, o'tgan yili payvand qilgan uzumimizdan mana hozir Husaynilarimizni ko'ryapsizlar mana. Hozirgi holatda. Endi bu uzumimiz mana qarang. Hozir уже iyunda 26-iyunda turgan bo'lsak, mana yetilib pishibdi. Endi bu yana ozgina bor, lekin Husaynilarga qaraganda erta pishar mana. Yaqindan bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham bir xudo xolasa bu uzumlardan ko'paytiramiz. Erta pishadigan uzum mana. Erta pishar ekan, bemalol mana ko'rishlaringiz mumkin. Kalibrlari ham bir katta. Sifati ham bir yaxshi uzum ekan, bemalol ko'paytirsa bo'ladi. Bundan tashqari yana yangi navlardan, urug'siz navlardan ko'paytiryapmiz. Xudo xolasa kelajakda o'sha navlarni ham ko'paytiramiz, videolar qo'yib boramiz. Bizda asosan mahalliy nav, o'sha uzoq muddat turadigan bo'lsa, hozir o'sha o'tgan yilgi uzumlardan hozir ham bor. Sinov uchun yo boshqa uchun bizda turadi. O'sha qora kelin barmoq, keyin o'zimizni mahalliy nav Husaynilarimizdan ham bor. Bundan tashqari o'sha chetdan keltirilgan uzumlardan ham mana ko'paytirib boryapmiz. Hozir mana bu yerda hozir sizlarga ko'rsatib boraman. Mana o'sha hamma joyda mashhur bo'lib ketgan o'sha avatar uzumimiz. Hozir mana o'sha rang boribdi. Mana o'sha payvand qilib sekin ko'paytirib borilyapti. Endi biz ko'p video qilib qo'ymaganimizdan maqsad o'sha yaxshi natija beradigan uzumlarni xudo xolasa ko'paytirib boramiz. Xudo xolasa yana videolar qo'yib boramiz. Bundan tashqari yana yangi navlar bor. Shularni ham bosqichma-bosqich ko'rsatib boramiz.